Mao tamaqqa go'sht qiymliq basay o'ralmasi deb ism qo'ysam sizlar qanday do'stlar. Shaklim o'zgacha ham chiroyliqa, ta'mim shunchalik yeyishli. Buni o'rdatib pishirgan bo'lg'achqa o'riqlash mezgilida yeyishkim intayin mos keldi. Uyda cho'nglar va balalarga aytib bersanglar, azon azim bo'lgandan sirt oziqlik qimmatim bek yo'qri. Qaynamsamiz birlikda gnaylik. Oldi bilan ehtiyojimiz qatab basay tayyorlab olamiz. Men bugun buningga kichik basay, ya'ni vavasay ishlatdim. Undan keyin tugishga qulay bo'lish uchun vavasayni qaynagan suv silib 1 minut qaynatib yumshatib olgandan keyin süzüp elip bunu soğutish uchun qo'yib qo'yib, bu araliqda qiymasini tayyorlab olamiz. Qiymaga o'zimizning yaxshi ko'rish bo'yicha qo'y go'shti yoki kal go'shtining qaysi bo'lsa bo'laverdi. Bugun men kal go'shti ishlatdim. Go'shtni ushoq to'g'rab qachchiq silib olamiz. Ta'min tashlash uchun samsaq talqini, azroq tuz, qarmush, zaytun meyi beramiz. Undan boshqa azroq sho'xlar, qizil laza, bosh piyozlardan beramiz. Ishlatganim Al Nuri va Labrat markasidagi Ispaniyadan import qilingan tunji siqim zaytun meyi. Qiymini yaxshi aralashtirib tayyorlab olgandan keyin buni tugishni boshlasak bo'ldi. Har bir tal basay yupurmoqqa miqdorda qiyim silib ko'rsatilgandek o'rab turib tugib olamiz. Zaytun may setib olmoqchi bo'lsanglar, Al Nuri va Labratning har qaysi joylardagi maxsus setish do'konlaridan setib olasizlar. Mana mushtandek chiroyli tugib olgandan keyin tek tuzroq kelgan taqsimimizga tizib silib olamiz. Undan keyin oziqlik qimmatining texim yuqori, texim yeyishlik bo'lish uchun 2 tal tuxumni ko'rsatilgandek yaxshi bir aralashtirib etib, ustiga tesh qo'yib olamiz. Orqadan buni qaynagan jimbilga silib 18 minutdan 20 minut atrofida dimlab pishirish uchun qo'yib, bu araliqda buni ustiga to'kadigan shirinni tayyor qilib olamiz. Yarım stakan suga azroq achchiq suv, shunchu, pamdir shirini qiyami, azroq tuz, shirinliklar chiqish uchun azroq kraxmal suvi berib etib, quyilg'ich yaxshi aralashtirib olgandan keyin o'tni o'chiritib, rangining chiroyli chiqish uchun najtal alqat, yeshil rangli ko'ktatlarni azroq silib yaxshi aralashtirib shirinni tayyor qilib olamiz. Mana vaqtni to'shib, turmalma pishib tayyor bo'ldi. Endi tayyor qilib olgan shirinni ustiga tekshi bir quyib atgandan keyin dasturxon qo'ysanglar tayyor bo'ldi. Ta'mi chuchmalga moyil intayin yeyishlik